Chiq, tuzatinglar. Zanim, meni ham bo'yimdan baland bo'lgan. Kelinglar sizlar bilan to'y tortini kesilish jarayonini ko'ramiz va undan oldin albatta to'yni oxirgi qismiga kelish kerak. Undan oldin esa albatta to'y boshida har xil san'atkorlar, vals, tansa, love story va shu bilan mana bizning tort kirib keldi. Biz tayyorlagan tortda eng hayajonli daqiqasi, ya'ni qo'rqinchli daqiqasidan bittasi buni ofitsiantlar to'yxonaga olib kirishi, ya'ni ichkari zalga va albatta tortni kesilish jarayoni. Bu mas'uliyatli jarayonda albatta Akobir akaga o'zim o'rgatib turdim va Akobir aka va kelin bir-birligiga tortlar yedirishdi va juda ham chiroyli fotosessiyalar bo'ldi. Hamma raqs maydoniga ketdi. Hammadan ham men xursandman. Bu mas'uliyatli ishni topshirganimdan a'lo darajada va shu bilan hamma o'ynadi, shu jumladan men ham. To'y juda fayzli va chiroyli o'tdi. Men bu yerda ham konditer va ham mehmon bo'lib qatnashdim. Shu bilan to'y tugadi. Kelin salom va hammaga xayr.